Mana kombinat qush bozoridagi holat. Odam juda ham ko'p. Mana bu yerda har xil narsalar, bu yerda dondan tortib qush idishlarigacha. Mana. Bozor o'ta tiniq holatda, tiqin holatda bo'lyapti mana. Mana Namanganlik akalarimiz har xil qushlarni olib chiqishgan mana. Mana barakalar savdolar rosa qizyapti. O'rta qatorlarda ham qushlar bor mana. Mana bu yerlarda ham qushlar bor ekan mana. Sotildimi, sotasanmi? Qancha ekan? 350 ming so'm mana qush holatda 350 ming so'm ekan. Narxlar bilan tanishib olasizlar. Mana yurgani joyi yo'qda mana. Ya bo'ldi, hozir Karellalar qancha ekan aka? 400 ming kam bor. Narxlar bilan tanishib olasizlar mana. Hop. Mana har xil qushlar mana. Mana savdolar qizyapti. Har xil qushlar bor mana.